Assalomu alaykum barcha Minecraft'larga. Men Falsafa va bugun eski Minecraft'lardan server ochishni ko'rsataman. Agar bu videoga kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Qani bo'lsam ketdik. Mana Instagram sizlar xohlagan narsalaringizni ochsanglar bo'ladi. Nega xohlaganingizni yozasiz. Masalan, obuna yozdirib, bunisiga play pvp craft root yozasizlar. 3 raqamga temasizlar. Ad serverni bosib creative o'lamni yaratasiz. O'lamni yaratganlaringdan so'ng kesib chiqsanglar, sizlarga bitta zona ochiladi. Aytmoqchi saytlar yoki birortasidan to'shak qilib tursangiz ham bo'ladi. Mana zona ochiladi. Bu craft game. Mana sekin kiryapti. Tavba qildim, nimaga kirmayapti? Ha, mana bo'ldingda dona. Do'stlar, serverga kirib oldik. Yozamiz. Register 098 yozasizlar va keyin yana login chiziqcha bilan yozasizlar. 098. Mana nima chiqaryapti hozir mana serverda. O'sha yerga ko'ramiz. Mana kirganimizdan keyin register 098 deb yozib turib, login 098 deb yozamiz. Menga yana bir akkaunt deydi. Keyin mana bemalol kirib o'ynasanglar bo'laveradi. Mana bu yerda ishtirokchilar bor. Azizlar bor ekan. Sumayyaxon Uzubi. Kellar deydi do'stlar, tanishamiz. Salom o'zbeklar. Mana oxiriga borsanglar, bu yerda battle qiladigan joy bo'ladi. Hozir bu yerga hech kim kelmayapti va bu yerda bug bo'lyapti bitta taraf. Notsipaka ham o'zbek buni hali. Yana nima bitta teleport bo'lib qoldim. Sizlar tezroq serverga kiring. Aytyapman, o'zbeklar ham bor ekan. Sizlar tezroq serverga kiring. Balki birga tushib qolamiz. Xullas, serverda ko'rishguncha.